Assalomu alaykum. Men Nazirov Jamshid, Toshkent kimyo texnologiyalari instituti magistratura 1-bosqich M2503 guruh talabasiman. Mening dissertatsiya ishimning mavzusi mahalliy xomashyolar asosida gaz chiqindilarini tozalash va atrof muhit muhofazasi uchun mis katalizatorlarini sintez qilish texnologiyasini ishlab chiqishdan iboratdir. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi kunda sanoat korxonalarida atmosferaga chiqarilayotgan gaz chiqindilari atrof muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Uni zararsizlantirish va tozalashda katalizatorlar, xususan mis asosidagi katalizatorlardan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. Mahalliy xomashyolardan foydalangan holda arzon, samarali va ekologik toza katalizatorlar ishlab chiqish mamlakatimiz sanoatining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Tadqiqotning maqsadiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mahalliy xomashyolar asosida gaz chiqindilarini tozalashga mo'ljallangan samarali mis katalizatorlarini sintez qilish texnologiyasini ishlab chiqish va ularning ekologik hamda iqtisodiy samaradorligini aniqlashdan iboratdir. Vazifalari esa quyidagicha: mahalliy xomashyolarning foydalanib mis katalizatorlarini olish sharoitlarini o'rganish, sintez qilingan katalizatorlarning fizik kimyoviy xossalarini tahlil qilish, katalitik faollikni baholash va optimal ish sharoitlarini aniqlash, ishlab chiqilgan texnologiyani gaz chiqindilarini tozalash tizimlarida sinovdan o'tkazish hamda natijani asosida tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotning obyekti esa gaz chiqindilarini tozalash jarayonida qo'llaniladigan mis asosidagi katalizatorlar. Predmeti ularni sintez qilish jarayoni va olingan katalizatorlarning texnologik, fizik, kimyoviy hamda ekologik xossalaridir. Dissertatsiyaning gipotezasi shundan iboratki, mahalliy xomashyolarga asoslangan mis katalizatorlarini sintez qilish orqali arzon, samarali va ekologik toza mahsulot olish mumkindir.